Ustozim hayotda o'rgatganingiz uchun. Yaxshi shogird bo'lganing uchun bitta zo'r biznes bor. Qanaqa? Semirtirib so'yish nomi. Boshlaylik unda. Yur. O'zing bos qolay. Bu biznesni boshlanishi, raqibi yo'q tashlab biz tashlashni tushunmaymi? Yutganimdan keyin nima qiling? Xalqqa yo'qolgan gapni gapirgan, xalq seni yaxshi ko'rib qolsa, bo'ldi. Ishingni kapata qolasanmi? Ha, olib keling taqaman. Yudi, bos. Mana kelishilgan pul zo'r yiqilding, malades. O'zing ish qilasan. Talabaman. Yaxshilab o'qi, bo'lmasa mana shunaqa kalta yeb yuraverasan, chol. Ustoz, bu safar aniq yutaman. Nimaga? Qora makka olganman. Bu pulni. Ustoz, buni yutsam 10-g'alabam bo'ladi. Omad choq olg'ira. Ha, sodda shogird, ha. O'zim yutib olman deb o'ylayapti. Ha, pulini berib qo'yaman. Raqibimni qarang, zubachiskayu. Rezina bas, bu safar yutmaysan, yutqizib berasan. Nega? Biznes